Siz o'zingizni yolg'iz his qilyapsizmi? Xuddi atrofingizda sizni sodiq insoningiz yo'qdek, sizni tushunadigan, sizga bir darddosh bo'ladigan, yordam beradigan insoningiz yo'qga o'xshab tuyuladi. Hamma atrofingizdagi odamlar faqatgina soxta. Bir kun kelib ular ham sizni tashlab ketadi. Va bu qo'rquv bilan yashash unchalik ham oson bo'lmaydi. Siz o'ylaysizki, men agar atrofimda bitta meni tushunadigan, yonimda turadigan, chin dildan sevadigan insonim bo'lganda edi, men o'zimni yolg'iz his qilmasdim. Bu hisdan meni xalos etardi, deyishingiz mumkin. Lekin unday emas. Chunki tadqiqotlarga qaraganda, hattoki yonida sevimli insoni bo'lib turib ham inson o'zini juda ham yolg'iz his qilishi mumkin. Nima uchun? Misol uchun sevishib turmush quradi insonlar, lekin borgan sari ularning janjallari ko'payib ketadi. Chunki hatto o'shalar ham ba'zan o'zini yolg'iz his qiladi va juftiga qarab, "Sen meni yolg'izlik hissidan qutqara olmayapsan" degandek janjallar, ayblovlar ko'payib ketadi. O'sha sababdan ham, ya'ni siz yolg'izlik hissi bilan ishlamasingizdan turib, boshqa inson bilan ham baxtli bo'la olmaysiz. Yolg'izlik hissi bilan ishlash uchun avvaliga siz yolg'iz holatda ham baxtli bo'lishni o'rganishingiz kerak. Agar siz o'zingizni yolg'iz his qilishda davom etaversangiz, jahldor bo'lib qolasiz. Sizga hech narsa ko'nglingizga yoqmaydi. Hatto do'stlaringiz ham, farzandlaringiz ham, hattoki turmush o'rtog'ingiz ham yoki boshqasini sevib qolgan bo'lsangiz, u ham sizga yoqmay ketadi. Hech narsa yoqmayapti va bu holatni oxir oqibatda siz umidsizlikka tushib qolasiz. Men hech qachon o'zgarmayman. Endi hayotda shunaqa o'tsam kerak. Boshqacha hayotda yashamasam kerak. O'zimga shunaqa taqdirga loyiqman shekilli. Hattoki siz juda ham kelishgan, obro'li inson bo'lsangiz ham mana shu umidsizlikka tushib qolishingiz mumkin. Agar siz bu umidsizlikka tushsangiz, bu umidsizlikdan chiqish unchalik ham oson bo'lmaydi. Aynan mana shuning uchun men o'zimning xizmatlarimni mijozlarga taklif qilaman. Ular bu umidsizlikdan chiqishadi, o'zlariga bo'lgan samootsenkani, bahoni ko'tarishadi va endi atrofdagilarning muhabbatini his qilib, baxtli yashashni boshlashadi. Natijada o'zlarini juftlarini ham baxtli qilishadi va qiziqarli insonga aylanishadi. Ularning atrofida ularni yaxshi ko'radigan, ular bilan yaxshi chiqishadigan insonlar ko'payadi. Tushunishingiz kerak, muammo tashqarida emas. Kimdir kelsa, keyin sizni bu yolg'izligingiz ketadi degani emas. Qachonki siz mana shu yolg'izlik hissini hal qila olsangiz, mana shunda atrofingizda sizni haqiqatda sevadigan insonlar paydo bo'ladi. Agar sizga yordamim kerak bo'lsa, bemalol menga lichkamga yozsangiz bo'ladi.